Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Buni xudo xolasa kir mashinani ochib turibmiz. Evda klavini bo'ladi. Ne bu shlanka ulanadigan yer bo'ladi. Yani ish shlanka ulanib turadigan yeri ichida turadi. Bunda suvga minkasa ish o'zidan bo'ladi. Shuni ochib o'tiribman. Mana suv kelmagan vaqtida sho'llarni ochib tozalab berasizlar. Mana shu klaponni ko'ramiz hozir. Ichlarini ochib ko'ramiz. Ivorlarni qo'parib oldikini. Olasa navlikini ko'rib ochib beraman sizlarga hozir. Hurmatli obunachilar, shuni xudo xolasa ko'chdik. Dakika berdik, xudo xolasa suv aldı o'xshaydi. Yangi kir mashinasi shundan klapından bo'ladi ekan. Tozalab o'tib bersangizlar suv oladi ekan. Ko'rishingiz mumkin. Biz qo'shib ishlatib berdik. 14 nuqta. Zipper. Olsa kim ish xizmatlarimiz manfaatli bo'lsa, bir like bosib jo'natib qo'yinglar. Kir mashinalarini, qiziqlarini.